ikkitasi kiygan, ikkita kichkina kiymagan. Bu zot otalari Abdulloh, o'zlarining ismi Amir Shamsiddin bo'ladi. Otalari Xuroson, Sho'rdaryo atroflarida yashab, Makkaga ko'chib boradilar. Makkaga borganlarida bu zot homilador onalarining qorinlarida bo'ladilar. Keyin qanchadir vaqtlardan keyin bu zot o'sha Makkada tug'iladi. Tug'ilganlarida o'sha yerning ahli ilmlari, olimlari Abdullohga, otalariga aytar ekanki, sizdagi tug'iladigan farzand dunyoga keladigan farzand shariat peshvosi bo'ladigan farzand tug'ilar ekan deganlarida hayron qoladilar. 6 yoshlarida madrasaga borar ekan. 4 yoshida madrasaga borganda madrasa ustozlari qabul qilmas ekan, hali yosh ekan, kichik ekan. Keyin 6 yoshga borganlarida akalaridan yozuv chizuvni o'rganib, xat qalamni o'rganib, 6 yoshda madrasada birinchilardan bo'lib ilm tahsil qila boshladi. 9 yoshga borganlarida 9 yoshda Qur'onni, mana shu Alloh taoloning kalomini to'liq yod olar ekan. Yod olishlik bilan shu kalomning ichidagi ma'no matnlarini ham tushunib yetadi. Bu zot 12 yoshga borganlarida Ka'bada imom saylashlik qur'a tashlanadi. Ya'ni musobaqa boshlanar ekan, Ka'baning imomini saylab olishlik. Bu zot bevosita shu musobaqaga qatnashganlarida Ka'baning imomligini yutib chiqar ekan. Va atrofdagilar hammasi endi bizning peshvomiz ekan, 12 yosh bo'lgan bilan bizni Alloh taolo kimgadir ilmni qanday beradi, qaysi payt beradi, uni yoshidan qat'iy nazar Alloh taolo oyli ilm beradi. Ana shuning uchun bu zotni keyin bizning peshvomiz ekan, ustozimiz ekan deb tan olib Ka'bada imomlik qilar ekan. 12 yil imomlik qilar ekan. 12 yil imomlik qilgandan keyin ustozlari endi yurt uchun, vatan uchun, din uchun bir xizmat qilaylik, dinni boshqa yurtlarga ham tarqataylik deganda ba'zi Xuroson kelib xizmat qiladi bir necha yil, Xorazmga kelib bir necha yil xizmat qiladi. Keyin Buxoroga kelib xizmat qilar ekan. Buxoroda bir necha yillar turganda mana shu yerdan Fazli degan qishloq bor. Shu Fazli qishlog'idan bir-ikkitalari ziyoratga borganda, o'sha yoqda safarda yurganda bizga ham bir ilm ahli kerak, bizga ham Qur'onni o'rgatadigan, dinni, shariatni o'rgatadigan bir shariat peshvosi kerak deganlarida bu zot men boraman deb kelib, mana shu tuyalar shu yerga cho'kar ekan, bu yerda sardoba bor ekan. Yer osti, yer usti sardobalari bor ekan. Chiqqanda tashqarida chap tomonda yer usti baland sardoba bor, keyin chapda sardoba bor. Sardobada suv ichadigan buyuk ipak yo'lini to'xtab qo'nim topadigan bir maskani ekan. O'sha paytda bu yerda bilsa 2 hafta yurdilar. Ana shu yerda bu zot ilm tahsil qilib, shariatni o'rgatib, dinni o'rgatib, hozirgida mana shu atrofdagi qabriston 130 gektardan oshiq qabriston quradi. Bu maqbara 2005-yildan 2010-yilga solingan maqbara. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan ziyoratgohlarni obod qilishlik tashabbusini ko'tarib chiqqanlarida ana shu maqbaralarning tashabbusi ostida obod bo'ldilar.